Odamlar juda ko'p uyini remont qilar ekan. Yangi uy olsa ham remont qilar ekan. Nimaga? Uy yangi-ku. Chunki yangi uyda devor bor. Devor bo'lsa, uni olib tashlash kerak. Ustalar ham 3 marta qurilish materiallarini oldirar ekan. Nega bir marta material olgani yetmaydimi? Chunki hisob yo'q, lekin ishonch bor. Odamlar remont uchun dizayner degan odamni chaqirishar ekan. U dizayner degani bu remontni tezlashtirib berar ekanmi? U dizayner naborot remontni qimmatlashtirib berar ekan. Dizayner degani devorlarga rang tanlab berar ekan. Qaysi rangni tanlaydi? Oddiy oq, lekin 15 ta oq ranglar orasidan bu odamlar yomg'irda ham beton quyar ekan, uy qurayotganda. Ustalarni bitta gapi bor bunga, beton ham tabiatni sevadi. Ba'zi kafelchi ustalarni bitta fishkasi bor ekan. Kafelchilarda ham fishka bor ekanmi? Qanaqa fishka u? Ular tualetda kafelni biroz qiyshiq qilib terar ekan. Bu odamlar uchun ko'z mashqi bo'lar ekan, zerikmasdan o'tirar ekan.